Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni mijozimiz uyiga o'rnatib berdik. Bu mebelni Samarqand viloyati Pastqo'rg'on tumaniga Ipakchi mahallasiga qo'yib berganmiz, do'stlar. Bu klientimiz ham o'sha bizni har doim YouTube kanalimizni kuzatib borgan, doim bizga like, podpiskalar tashlab turgan, kommentariyalar yozgan, ishlarimizni kuzatgan, saqlab aytganda va mana Allohdan so'ragan, nasib qilgan uyiga shunday chiroyli, ko'rkam oshxona mebelini o'rnatib berdik. Demak, do'stlar, oshxona mebelni arzor qilishni boshlaymiz. Bu oshxona mebelimiz materiali turetskiy akril, Kashtan firmaniki, ultra matri deyiladi. Bu qo'lda mana ushlaganingizda umuman dog' qolmaydi. Artishga, tozalashga juda ham oson. Hozirgi mana vaqtga kelib, zamonga kelib bez ruchka variantda, sababi ruchkalar o'sha qo'lda iz qoladi, yog'lama qo'llar bilan ushlanadi, shu paytda mikrob bo'ladi. Qo'yki shu yerdan yana bakteriya. Bu oshxona toza turishi kerak o'zi aslida. Endi bizda odamlarimiz Yevropalarga chiqib, ko'rib, bilib, o'zlari shu narsalarni xohlashyapti. Ko'rinishi ham o'ta go'zal chiqqan, do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, bu oshxona mebelimizni yoniga 4.10 balandligini esa 285 qilib tayyorlab berganmiz. Tepa qismini ham o'zini materialdan aylantirib beraylik deb aytganimizda klientimiz mana shunday o'zimiz ganteldan aylantirib olamiz dedi, hop dedik. Sabab klient doim to'g'ri yuradi. Sabab o'sha odamni uyiga qilib beryapmiz. Bizni bu yerga boshida chaqirishganda mana bu pollari, devorlari yo'q edi. Oshxona mebelini o'zini o'lchaganmiz. Oshxona mebel tarafni bunday aboy qilib, oshcha rasxod qilib, uzoq qilib yurishinglar kerak emas, do'stlar. Kelgan vaqtimiz egasiga tushuntirib aytganmiz. Yetishgan joylariga o'sha teshiklarni qayerdan tutishini, mana bunday razvedkalarni qayerga qo'yishini, hammasini, suvni, gazni o'rinlarini qo'yib ko'rsatib berib ketganmiz, do'stlar. Xo'p, bu yerga stroyli holdingni qo'yish kerak. Akamiz keyin boshqa holdingni olaman dedi, o'shanga moslab yasab berdik. Chetlarini ham ko'rib turibsizlar, plankalar bilan to'ldirganmiz, yonlarini, getlarini imkon boricha zazor qoldirmaslikka harakat qilganmiz. Yana qo'shimcha fikrlarni albatta kommentariyada belgilab ketasizlar. Shu paytgacha ham gapimizni eshitib, like bosmagan bo'lsangiz, bitta bosib qo'yishingizni so'raymiz, do'stlar. Demak, ketdik. Bu yerga 80 santimetrlik qilib ichi 5 chuqurligi va glubinasi juda ham katta qilib kamera qilganmiz. Yopilishlari o'sha har doimgidek Offset turetskiy firmani petlari. Yopilishlarini ko'ryapsizlar, bir xilda. Bu yerlarga tortmalarni joylab berganmiz. Yonlaridan o'sha har doimgidek skrytli mexanizm, paylari ham o'sha rossiyskiy vanillat o'zidan bo'lgan 100% PVX kronkalar urganmiz. 35-40 kilo yukni bemalol ko'tara oladi. Mana bular 70 kilogacha bo'lgan yuklarni ko'tara oladi, do'stlar. Bu yerga mana 4 ta tortma qilib berganmiz. Bezurchi variantda ochilib yopilishlariga mana e'tibor berasizlar. Umuman shum degan narsani o'zi yo'q. Bu yerga 5 metrdan o'sha joyga, eng kam 5 metr bo'lgan joyga kug'ini zakaz qilsanglar bizdan mana shunday full moykalarni biz sizlarga bonus sifatida qo'yib beramiz. Oddiy moyka emas. Hozir suvlari joyiga o'sha kontrolkalar yo'lligi uchun uni ulab bermadik. Bu yerlarda 3 xil funksiyada yonadi. Mana bu yerda sharsharasi bor. Bu yerdan yana отдельно tushadi sharsharasi. Bu yerda dozator bo'ladi. Mana bu yerda stakan chayka yonadi. Bu общий suvni to'plab ketkazadigan bo'ladi. Bu yerda o'sha suvni ochgan vaqtlarda gradusliklarigacha ko'rsatib turadi. Mana bunisi suv filtri uchun отдельно filtrga qo'yib beriladi. Bu yerga o'zida komplektida mana shunday taxtakachlari, ekologik toza taxtakachlari hamda mana bunday ikkita savat chiqadi, do'stlar. Bularni bo'lib ikki joyga qo'yib, bemalol o'sha kartoshka, piyoz, meva-chevalarni bemalol yuvib tozalab ishlatish mumkin, do'stlar. Juda ham qulay. Bu yerlarga o'sha ilmalarni ilib berganmiz, kerakli aksessuarlarni bemalol qo'ysa bo'ladi. Har doimgidek, do'stlar, mo'ykaning tepa qismiga o'sha necheveka sushilkalarimizni joylab berganmiz. Suvga zanglamaydi, ekologik toza mahsulot. Ko'rib turibsizlar, antresolni balandligini o'zi ham 83 sm tashkil qiladi. O'shani hisobiga yana bitta добавочный qo'lga qo'yib berganmiz, do'stlar.
Mana bu yerni ko'rgan bo'lsanglar, o'zi men ishimni kuzatib olganlar biladi. Hech qachon mayda eshik qilmayman, sabab mayda eshik foydalanishga noqulay. O'sha hisobiga buni ham ko'rib turibsizlar, kattagina qilib qilganmiz. Bemalol katta hajmdagi o'sha mahsulotlar seriya qo'ysa, foydalansa bo'ladi. Yetishgan tepa qismini ham qo'yib ketganmiz, bunga qo'shib qo'yganmiz. Mana bunday qilib akkuratni joylab tepalariga chiqarib olganmiz do'stlar. Xo'p, yetishganlarigacha ulab berdik. Yetishganlar ishlayapti, tepadan ham chiqarib berganmiz. Mana 3-obroti уже ishlayapti. Xo'p, bu yeriga esa o'sha kattagina qilib kamera qo'yganmiz. Mana ikkita polkasi bor, bu ham 80 sm tashkil qiladi. Eng qizig'i do'stlar, har doimgidek endi bu sizlarga qiziq bo'lmay qoldi, o'zi bilaman. Mana bu yerga sensorni joylab berganmiz. Qo'lni olib borasizlar, mana. Qo'lni olib borasizlar, yonadi, olib borasizlar, o'chadi. Mana bunday. Keyin yana bitta narsaga e'tibor berasizlar do'stlar, mana shunday led chiroqlarini biz mana bunday o'ziga mos, o'zi uchun chiqarilgan, qayerga nima qo'yish kerak bo'lsa, o'sha narsalarni qo'yib ketganmiz. Led chiroqlarni ham endi materialni o'zini ichini qo'yib, kanal ochib turib, keyin akkuratni joylaganmiz. Xo'p, bu yerda stroyni duxovka qo'yib bering degan, stroyni duxovkasini olgan. Ha, o'sha mantiqason, qozon, kattaroq hajmdagi idishlarimiz bemalol foydalansa bo'laveradi. Bu yerga o'sha duxovkasini ham joylab berdik. Ko'rib turibsizlar, o'zini qatiradigan joylar bor. Ko'p joylarda ular qatirmaydi. Shunisiga e'tibor berasizlar. Mana bu yerga mikrovalnovkasini qo'yib berganmiz. Mikrovalnovkasi ham juda ham chiroyli. Yonlariga ham e'tibor berasizlar do'stlar, bu ishimizni. Mana bu yer tepasi ham juda ham katta. Mana eshikni ochib yopilishida ham umuman nima desam bo'ladi, komfortni his qiladi. Yana qismlariga push qo'yib berganmiz, bitta bosadi, ochadi do'stlar. Xo'p, mana bu yerlarni o'sha dekor plastdan qilganmiz, imkon boricha mana shu stalishnisaga moslab. Stalishnisaning qalinligi 4 sm, 308 deyiladi. Bular rossiyskiy Kedr zavodniki. Gazlarni ham o'zimiz joyiga moslab qo'yganmiz do'stlar. Qisqasi ko'rib turgan ishlarda chiroyli qilib xonadonga joylab berdik. Ha, aytgan bu rozetkalarni ham o'zimiz o'rnatib berganmiz. Demoqchimanki, biz kelgan vaqtda imkon boricha zakaz qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar, chetda yurganlar asosan ko'payib turadi bizni. Shu yerda O'zbekistonda yurganlar bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Joylarga borib o'lchaymiz, razmer olamiz, pagonometr aytiladi, 350% beriladi. Qolgan 50% ni ishni mana bunday holatga kelgandan keyin eshiklarni ochib yopganingizdan keyin bemalol to'lab qolishingiz mumkin. Xo'p, bizda aytilgan kunga imkon boricha olib kelinadi, plus minus 1 kun bo'ladi, bandamizda. Aytgan vaqtimizga bo'lmay qolishi mumkin, lekin unaqa 5 kun, 10 kunga cho'zilmaydi. Bemalol yig'im-yig'imga murojaat qilsanglar bo'ladi. Materiallarimiz hozir yangiliklar juda ham ko'p, yaqinda yana yangilik materiallarimiz kelgan. PVC degan materialimiz kelgan, suvga cho'kmaydi, o'tda yonmaydigan materialimiz kelgan. Xudo xolasa, undan ham keyingi ishlarimizda обязательно tavsiya qilyapmiz klientlarimizga. Qo'yamiz, kanalimizni kuzatishda davom etinglar. Sizlardan faqat like tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Sababi bunday mebel yasatamay yurgan, yaxshi usta qidirayotgan tanish-bilishlarga, hamyurtlarimizga tezroq yetib borishini kafolat berdi. Albatta obuna tugmasini ham bosib qo'yishni unutmang. Bemalol pastda nomerlar qoldirib o'tamiz. Mana shu nomerlarga aloqaga chiqsanglar, joylarga borib, imkon boricha bizga remontdan oldin chaqiringlar. Sabab periodlik ishlari kam bo'ladi. Joylarni ko'rib, qayerga nima ketishi akkurat mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda sveti отдельно bu yerga to'xtagan, bu yerdagi bu yerda. Uje hammasi bitta mana shuni o'zida yonib, o'zida o'chadi. Shunday qilib, chiroyli qilib, akkuratli qilib joylab beramiz. Bundan tashqari bizda yotoqxona mebellari, shkaf kupe, prixoji, MDF eshiklarni ham xudo xolasa yo'lga qo'yib qo'yganmiz. Seximizni kengaytirdik do'stlar. Bir kun sizlarga xudo xolasa hamma narsani joylashtirgandan keyin seksiyani chiroyli qilib obzorni qilib beramiz do'stlar. Hammasi bor bizda. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ishimizni sifatiga o'zingizlar kommentariyada baho berib ketinglar 1 dan 10 gacha. Albatta sizlarni e'tiboringlar biz uchun muhim. Demak, sizlar bilan Yevromebel jamoasi bo'ldi. Yana sizlar bilan YouTube orqali voy-voy ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar. Kanalimizni kuzatishda davom etinglar.
gonna just prove this.